Aka ukalar mana qo'ylarimiz yetib keldi inshaalloh. Mana toza Qirg'iziston Bishkek qo'ylari. Mana aka ukalar cheklanmagan miqdorda kimga qanaqasi kerak bo'lsa to'g'ri berilaveradi inshaalloh. Telefon qilgan odamning ishi bitadi. Qolmadimi? Mana aka ukalar qo'ylar ko'ringlar. O'ta zo'rlardan boqaman deganlarga mana shu qo'ylar tavsiya qilamiz. Hammasi xolos naqd bo'z. Zo'ridan so'raganlarga qo'ylar. Qo'ylar ko'ringlar. 2 tush, 4 tush, 6 tush, 8 tush. Va xolos optim joyidan. Manzilimiz aka ukalar bu tarafdan kelish, Namangan shahardan kelish, bu tarafdan kelish Saroydan. Mingbuloq Jamashu. Yo'lni bo'yida qo'ramiz. Kelaverasizlar. Mana aka ukalar. Boqsalar zo'ridan boqing. Mana ikkita toza kashtan qo'ylar bor. Bundalar o'ta ko'p. Ha, hamma sariq. Hurmatli obunachilar mana. Zo'ridan boqaman deganlarga mana zo'rlari keldi. Inshaalloh. Ekranda telefon nomerni qoldiramiz. Aloqachi qo'rozda kimga qanaqa qo'y kerak bo'lsa, bor. Chegaralanmagan miqdorda to'g'ri beriladi. Mana. Mana aka ukalar ichkarida mana ona bola, xudo xolasa zo'rlaridan o'ta gigant qo'ylar keldi. Mana. Mana ona bola deysizlarmi? Mana naqd bo'g'ozlari bor, hurmatli obunachilar. Boqsalar zo'rlardan boqinglar. Mana shu qo'yni bolasi egizak. Ikkita, mana shu mana shu. Mana katta soliqni bolasi mana urg'ochi. Xudo xolasa hammasi zo'rlaridan keldi, hurmatli obunachilar. Mana qo'ylarimiz Namangan viloyati Namangan tuman Tepao'ron qishlog'ida turibdi. Kimga ma'qul bo'lsa aka ukalar, xudo xolasa telefon qilaverasizlar. Telefon qilgan odamning ishi bitadi mana. Nomerlarimiz, mana shu nomerga aloqa chiqaverasizlar. Ana shu nomerlarga. Mana. Inshaalloh. Qo'ylarimizni bo'yi 85-90 shunaqa. Hammasini bo'yi kichkina qo'y emas, hammasi. Xullas telefon qilgan odamning ishi bitadi. Lokatsiya Namangan tuman Tepao'ron qishlog'i. Lokatsiyani tashlab beriladi.